Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ham bitta ishimiz nihoyasiga yetib, xudo xolasa topshiryapmiz. Отопление sistemamiz samoxod sistema. Mo'risi. Stikrovatdan bilan o'rab, ustidan folga bilan o'rab, simlab olgan. Padachamiz. Tom yetishib ketgan. Обратка sistemasi qaytishi. Yig'ilib qaytyapti. 200 kvadratlik joy. Bu to'ldirishimiz. Bu suv to'kishi. To'g'risi mana yonyapti. Gradusimiz 88. Gradusga chiqibdi. Ilgasini xohish bo'lmayapti. Sirkulyatsiya nasos qo'ydik. 32.6. Yog'ni ochib beramiz ichini. Katta yonish. Boshlanish o'tinga yoqdik. Hozir bir sira qizib olgandan keyin bu xolasa ko'mir solamiz. Katta ustasi Andijonlik Baxtiyor aka. Baxtiyor akaning katta o'rnati, xudo xolasa muammo yo'q. Hamma yaxshi zo'r ishlayapti. Kimga shunaqa katta yo'l o'rnatish, yasash, отопление xizmatlari kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Bu ishimiz mana Samarqand viloyatining Urgut tumanida qilib topshiryapmiz. Xudo xolasa mana qilib topshiryapmiz. Sog' bo'linglar, xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar.